Rahmat. Juda ko'p gazetlarda juda ko'p narsaga e'tibor beraman. Ayniqsa gapirayotgan paytimda ilhom kelib qolgan paytda odam umuman boshqacha bo'lib ketadi. O'zidan ham qo'shib yuboraveradi. Yoki bo'lmasa ba'zan vaqt kamroq bo'lsa, montaj qilib ketaveramiz. Gaplarni qisqa-qisqa qilib asos joylarni gapirib o'tib ketaveramiz ham. Ba'zi joylarda yaylanib qolasiz. Bir joyda mazza konsert berdik. Endi taklif bo'lgan Hoji aka bizning kolxozimizda 8 kichikroq klub bor. Iltimos nomiga Hoji aka kelibdi desa bo'ldi, bir borasiz. U o'tgan yilgi voqea emas, boshqa voqea bu. Borasiz, Xudo xolasa, endi shu yerda masalan sizga tomoshabin topiladi, sizga yarasha Xudo xolasa zo'r bo'ladi dedi. Ha, borsak boraylik dedik. Xullas katta zaldan keyin bekor o'tirmaylik deb o'shaga bordik. Borsak, kattagan zal, ichkarida odam to'la anshilak 100 kishi o'tiribdi. Rasm gapiryapti, odamlar mirqib, chayqalib, ko'karib, qizarib, bo'zarib, dumalab kulyapti. Mazza kulishyapti. Qarang, endi bu ham qiziqda. Bir odam hech kulmaydi. Bu odam endi bu gaplarni eshitgan ekan, yangrog'ida aytsam ham kulmaydi. Haligi bo'mog'irog'ida aytsam ham kulmaydi. Do'q e'tibor bersam, u odam o'tirib olib bechara nuqul kelgan odamlarni taniyapti ekan. Aylantirib o'zini ham qo'shsan kerak, ku olasizmi? Aylantirib yana boshqa sanab. Bu odamning fikrida nechta odam kirganu 500 so'mdan qancha bo'ladi, bu hojivaga qancha qoladi? O'shani hisoblab o'tirgan ekan bu bechara. Odamlar kulaman deb kelgan, mazza chayqalib kulyapti. Bu odam o'tirib hisob-kitob o'tiribdi. Sha to'satdan mashinada bir akamiz o'tiribdi dedim, nuqul odam salyapti dedim. Endi masalan dedim, og'aylarda rostdan ham sizlar bilet olib kirdinglar dedim. Mana mashinada masalan 100 ta odam o'tiribdi dedim. Ha, sen ha deyishdi. Shu 100 ta odam 500 so'mdan bilet olsa qancha bo'ladi dedim. Desam, ha 100 ming bo'ladi dedi. 50 ming bo'ladi dedi. Xo'p dedim, gulni olib keling dedim. Gulni shunday oldimda, rahmat dedimda, shunday qo'yib qo'ydimda. 50 ming bo'ladi aka dedim. Hali odam bilmasga olmay o'tiribdi. Kimga gapiryapsiz? 50 ming bo'lar ekan dedim. Xo'sh dedim. Kelishda dedim. 30 mingga biznes olganman dedim. Mashinamga dedim. Qancha qoldi desam, 20 ming dedi. 15% mana shu zaniga to'laymiz arendaga dedim. Qancha qoladi dedim? Ha, falon pul dedi. O'sha falon puli dedim, 6 kishi bo'lib olamiz. Qanchadan tegadi dedim. Desam, 3 mingdan deydi. Ana ko'rdinglarmi dedim. 3 ming olaman dema 30 ming sarflayapman hozir dedim. Ziyoniga ishlayapman hozir 27 ming dedim. 2 soat avval gapiryapman dedim. Siz hisoblab o'tirishib dedim. Desam qijarib, "Ha, hisoblagam shu." Gapiravering. 3 mingdan tegar ekan 27 ming ziyoniga kelganmiz aka dedim. Endi masalan siz ham o'ylab o'tiribsiz hozir. Unaqada nima kerak bunaqa konsert dedim. Bir odam qarang, yong'onni 5 so'mdan olib turib 4 so'mdan sotyaptiymish. Sen so'rabdi-da, og'ayni, senga bir so'm foyda qolmayapti bu yerda. Sen 4 so'mdan olib, 5 so'mdan olib 4 so'mdan sotyapsan. Ziyoniga sotyapsan. Unaqada bozor qilmay qo'y, o'g'il desa, menga bozor ham kerak emas, pul ham kerak emas. Menga shu yong'onni prosta shaqir shuqurga ish qilib xolos turmish. Men ham xuddi shunday ishlarni chaqirlab kulishlarga ish qilibman-da. Abayta katta odam ko'p etdi masalan deyishlarimga. Ha, odam katta bu yerda, lekin arenda ham katta-da. Arenda ham katta. Men har bitta proyekt bilan sekundiga 100 ming uryapti hozir. Chik. Qarang, bu yil sog'lik, salomatlik yili ekan. Hammangizga sog'lik tilayman. Albatta, yaxshi do'stingiz ko'rsangiz ham sog' bo'lgin deysiz, xayrlashibganda sizga sog'lik tilayman deb o'tib ketadi bir-biriga. Mana prezidentimiz televizorda ko'rgan bo'lsanglar, o'sha Konstitutsiya bayramini da bo'lgan leksiyalarda, o'sha nutqlarda aytdilar. Bu yil sog'lik, salomatlik yili deb e'lon qilamiz deydi. Haqiqatan ham birinchi navbatda inson uchun sog'lik turadi. Sog'lik bo'lmasa, yurakka hech narsa sig'maydi. Na oila, na bir katta bir masalan uy-joy yoki bir mansab ham yoqmaydi kerak bo'lsa, hech narsa yoqmaydi. Sog'lik bo'lsa-chi, hamma narsa yarashaveradi. Sog'likni lekin bilasiz, milliard dollarga ham sotib olib bo'lmaydi. Shuning uchun oldin odam yaxshi ekan. Shuning uchun ham yevropa xalqi kasal bo'lmasdan oldin doktorning oldiga borar ekan. Kasallik boshlangan bo'lsa, tez oldin olar ekanda, ham arzonga tushar ekan. Qarang, qanday aqlli xalq. Rus xalqichi, buyuk Rus xalqi kasal bo'lgan zahotiyoq xabardan yig'ishtirib qo'yib, to'g'ri poliklinikaga borar ekan, yo должен лечиться deb, yoki bor больницаga to'rar ekan. Bolam qolib ketdi, chaqab qolib ketdi, uyim yarmi qolib ketdi, G'o'zabay qolib ketdi demas ekan. O'zbek xalqi ham buyuk xalq. Yurib kasallikni o'tkazib olib,
Shu go'rsta ag'darilib tushgandan keyin, tili jag'dan qolgandan keyin, oyoq qo'ldan qolgandan keyin ko'tarib olib borishadi. Doktor kim olib keldi? Bu odam kim? Men otam bola. Nima qildi otangiz ketsa? Cho'ppasi yuruvdi yarim soat oldin deydi. Yarim soat oldin qo'llarida ketmon bilan yuruvdi, mashina bo'lib qoldi. Go'st ag'darib tushdi, mashina bo'lib qoldi. Qarang, birdan yiqilganimiz, birdan kasallik kelib tekkanimiz, birdan ag'darib tashlaganimiz. Bu kasallikka 10 yil bo'lgan, 20 yil bo'lgan, 30 yil, 40 yil bo'lgan. Lekin biz xalqimiz bolam chaqam deb doktorga bormaydi. Ota yoki ona yoki aka davolaning. Siz qarang, ozgina mazangiz yo'qroq desangiz nima deydi? Ha, endi bo'lib turadi-da. 4 ta fasl o'zbekka bahona. Mana qish keldi, qara, qish bo'lib qishga o'xshamaydi. Bir kun sovuq bo'ldi, bu yerga havo isib ketdi. Xuddi bahorga o'xshaydi. O'shanga sal mazam yo'qroq-da deydi. Bahor kelsa nima deydi? Mana hamma narsa uyg'onyapti, daraxtlar uyg'onyapti, mana yerlar butun kuchimizni so'rab olyapti deydi. O'shanga sal mazam yo'qroq-da deydi. O davolay, men sizga dori pora olib kelmaylik, qayerga og'riyapti? Hech qayerda og'rimayapti. Endi mana bahor keldi deydi. Yo bo'lmasa mana yoz keldi, qara deydi. Havoning issiqligini qara deydi. Radioda qirish deyapti, lekin 50 dan baland hozir deydi. Hozir 50 dan baland. O'shanga lubay yigit ham kasal bo'ladi-da deydi. O'shanga sal mazam yo'qroq. Kuz kelsa nima deydi? Mana barglar to'kilyapti, xazon rezgi paytda lubay kasali bir marta qo'ziydi-da deydi. O'shanga sal mazam yo'qroq-da deydi. 4 ta fasl bahona bizga. Boshqa millatlar esa qarang, tez borib davolanib turar ekan. Mana kerak bo'lsa prezidentimiz o'z og'zlari bilan aytdilar. Yaponiyada 100 mingdan oshiq 100 ga kirgan odam yashar ekan. 100 mingdan oshiq bitta viloyatcha keladi Yaponiya degan joy. Bizning viloyatimizcha. Andijoncha keladi kelsa. Lekin 100 mingdan oshiq odam 100 dan oshgan ekan. Nima uchun shunaqangi? Chunki ularda Yaponiyada, Xitoyda, Koreyada, o'sha yerlarda rahmat. Ularda kasallik degan narsa yo'q. Masalan, suvda yuradigan hamma narsani yeydi ular. O'tini ham olib yeyaveradi, chig'anoqni ham yeyaveradi, qisqichbaqa, qurbaqa, ilon, chayon, kit bormi, baliq bormi, nima bo'lsa, o'sha hamma narsani yeydi. Faqat suvda yuradigan odam shu paroxatni yemaydi xolos. O'shuning uchun ularda davleniya nima, qon bosimi nima bo'ladi yoki jigar qayerda, buyrak qayerda ular bilmas ekan. Unaqa kasallik umuman yo'q ekan. Yod yetishmaslik yoki qon kamayib ketish, unaqa kasallik umuman bo'lmas ekan. Yana qolaversa qarang, rahmat qizim, rahmat katta. Yana o'sha bizning xalqimiz eng qadimiy xalq. Biz maqtanamiz, ko'ksimizga urib, butun mamlakat, dunyoga maqtanamiz. Ibn Sino bobomiz bizda tug'ilgan, Buxoroning afshonasida tug'ilgan. Ibn Sino bobomizning qoni bor bizda. Bizning bobomiz meditsina so'zi paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Haqiqatan ham Ibn Sino so'zidan meditsina so'zi paydo bo'lgan. Qarang, deb maqtanamizda, aslida bunday qarasak, Ibn Sino bobomizdan bizgacha hech narsa yetib kelmadi. Bitta isiriq yetib keldi xolos, isiriq. Isiriqdan boshqa hech narsa yo'q. Asli minglab giyohlarni qaysi kasallikka davoligini yozib qoldirgan ekanlar. O'sha kitoblar qani? Yo'q. Yo suvlarga oqib ketdi, yo yonib ketdi. Yo'q o'sha narsalar. Tibetdachi? Tibet bir paytlar akademiya ochgan paytda biz Ibn Sino bobomiz Xitoydan, Yaponiyadan, butun dunyodan borib o'sha yerda o'qishgan. Minglab shogirdlar chiqarganlar. Ular rivojlanib ketdi. Bizda umuman hech narsa qolmadi. Isiriq tamom. Kunna kirsa ham isiriq, bosh og'risa ham isiriq, chaqaloq tug'ilsa ham isiriq, sigir tug'sa ham isiriq, mehmon kelsa ham isiriq, chiqib ketsa ham isiriq, mashina olsa ham isiriq, shu yo'lda ham isiriq, ko'chada ham isiriq, uyda ham isiriq, xolos kasal yotgan kasalxonadan tutatib yurishadi. Angina bo'lsa ham isiriq, davlina bo'lib ketsa ham isiriq. Isiriqdan boshqa narsa yo'qmi bizda? Ibn Sino bizda yo'q, bizda bo'lish kerak hammasi keraklar. Rahmat. Shu gapirib turgan paytimda olib kelgan gullarni yaxshi ko'raman-da. Olib kelaveringlar. Gapirib turgan paytda berib olinglar, zo'r chiqyapti. Ko'ryapsizlarmi? Gaplarim bo'linib ketyapti. Qanday zo'r? O'sha masalan bobomiz Ibn Sinodan qolgan kitoblar yo'qdi hozir. Xitoyda, Yaponiyada, boshqa joylarda bor. Qo'li bilan tibetliklar qo'li bilan operatsiya qilganini ko'rsatdi 5 yil oldin. Butun dunyo televizorida ko'rsatib turdi. Rus olimlari miniverim deydi. Qo'l bilan operatsiya qilib, bir narsani olib talabga shunday qo'ydi, hamma qoyil qoldi. Ilohiy darajaga ko'tarilib ketgan. Qarang, o'simliklarda har xildan masalan hozir giyohlarni sotishyapti. Bizda ham shunday qilsa bo'ladi-ku. Lekin bizda afsuski qo'y yog'idan o'ta olmayapmiz. Boshim og'riyapti desa, qo'y yog'i sutib qo'ying, yashib ketadi deydi. Shu oyog'im qaqshab og'riyapti desa, qo'y yog'idan sutib qo'ying, yashib ketadi deydi. Shu beli og'riyapti, shamollagansan, qo'y yog'idan sutib qo'y deydi. Topib olgani qo'y yog'i.
Davlina bo'lgan, boshingga qo'yaqdan tutab qo'y, yaxshi ko'rasan dedi. Masjidni tortishib oryapti. Masalan, mumkin ko'rishi bo'lgandir-a. Doktorga bor deyish yo'q bizda. Doktorga borsa 15 minutda operatsiyadan chiqadi. 3 kunda uyiga javob berib boradi. Bizlar nima deydi? Yo'q, doktorga bormaylar deydi. Qo'yog'idan tutab tashlaylar, asay badaniga o'rab tashlaylar, bir tellasi yashib ketadi deydi. Hali kasalni bechara qo'ymasdan olib qolib o'zbekchilikda qo'yog'idan surib, yoz paytida o'rab, po'stilliga o'rab, ko'rpacha tashab, urushdan gilam tashab qo'yadi. Bepul qanday yaxshi bepul davolanib kelsa o'zidan o'zi. Bizga o'shiniz kerak. Bursi ham sarflamasaydi. Hali yotgan kasal qiynalib bir terlaydi, qiynalib ikki terlaydi, keyin 3-chi marta terlamay qoladi keyin.